kerak, chunki sayohat insonni dunyo qarashini kengaytiradi va o'zingiz ham shaxs sifatida ulg'ayasiz. Har xil davlatlarni ko'rish kerak, har xil millat, har xil madaniyat, turli xil sharoitlarda bo'lib chiqish kerak. Yevropa umuman boshqacha, Yevropada boshqacha holat ekan, juda ham farq qiladi va sayohatga chiqish uchun mendan birinchi tavsiya o'z hayotingiz uchun mas'uliyatni oling. Men o'ylaymanki, mas'uliyatli bo'lganim uchun, muammolarimni hal qilishdan qochmaganim uchun men hozir Xudoyim menga mana shunday ne'matlarni, mana shunday go'zallikni hadya etayotganiga ishonaman. Birinchi maslahatim, birinchi tavsiyam o'z hayotingiz uchun mas'uliyatni oling va muammolarni hal etishdan qochmang.